Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshi yetib keldingizmi? rahmat, Hali bir yaxshi. siz bilan tanishaylikchi. Qayerdan kelyapsiz? Surxondaryodan, Surxondaryo qayeri? Jarqo'g'on tumanidan. Jarqo'rg'on tumani. Ismi familiyangiz Choriyeva Shodigul. Shodigul. 77-yilsiz. Hmm. Diagnoz klinik diagnoz nyak deb yozib qo'yibdi. Necha yildan beri? O'tgan yili fevral oyida boshlandi, mart oyida aniq bo'ldida kasalim, bilmasdim. Shunday kasal borligini keyin Fevral oyidan beri masalan nimadir belgi bergan-ku. ha, Nima belgi ichim berdi? bunday bir olib og'rirdi. Keyin men hojatga bunday sal ovqat yeganimda bir chiqib kelardim. Keyin shunday bo'lib yurdimki, ro'za tutdim, ro'zani ichida shunday bo'lib qoldimda, u ko'payib ketdi keyin. Qon Siz yerim bu yilgi aralash. gapni gapiryapsiz-ku. Yo'q, o'tgan yilgi ro'zada shunday Ha, bo'lib o'tgan yilgi mart ro'zada. oyida shunday bo'ldim. Xo'p, ro'zada ko'payib ketdi. Nima ish qildik keyin? Keyin shu yuraverdim, oxiri keyin apparatga tushdim o'ziga. Keyin Qaysi oyda? shu mart oyida. Fevralda boshlandi, lekin bilmay yurganman. Boshqa doktorlarga ko'rindim, u bilmadi ular. Shundayga oshqozondan deb bunday yoz nazarchini qilib berdi, ukol oldim, undan battar bo'lib qolaverdim. Dima qilib qolaverdim-da, ukol, osma ukollar nima qilmay. Keyin yana o'ziga tushdim. Keyin o'zida aytdiki, oshqozon ichakka ko'rinmasang, biz boshqa kasalim yo'q ekan dedi. Keyin oshqozon ichakka bordim. Keyin shunday kolonoskopiya tekshiruvi bor, shunda o'tadi. Sentyabr 4-sentyabr oyida. Yo'q, bu uchinchi tushganim bu. Nimaga shu yaqinimiz kerak-da? 6da ham tushibsiz. Bu yerda yozmabdi diagnozni. Xulosa kataralni kolit deb yozgan. Mana 6-oy. Birinchi tushganim shu o'tgan yili, shu mart oyida tushganim. Hammasini bir joyda tushganga o'xshaysizmi? Ha, bitta joyda tushdim. Termizda faqat bitta joyda. Levostoronniy nespesifический язвенный kolit deb yozyapti. Bunda ham to'g'ri. Bu 2024-yili 28-mart kuni tushibsiz. O'tgan yil shu 28 mart oyida. Nimaga bunday qilib, masalan, har bir joyda kolonoskopiyaga tushib yuribsiz? Biron joyda davolanganingizda doktor aytdimi, bor ko'rinib kelaverdi? Shu Termizga qarang, mana 3 ta qog'oz. 3 marta kolonoskopiya. Kim sizni unaqa qilib majburlab, bunaqa tushaverdi? Gastroenterologga ko'rindim, shular shunday deydi. Davolagandan keyin natijasini ko'rmoqchi bo'ldimi? Shunday bo'ldi. Ha. Keyin u davolanib shu 1,5 yil shu o'tgan yildan beri shu faqat shu gastroenterologga ko'rinaman. Keyin 2 marta yotib chiqdim. Yaxshi bo'laman. Keyin yana qaytalab qolaveraman. Keling, yaxshi boyagi holatingizda ertalab turdingiz, azonda yozildingiz. Oqshom bu ertalabgacha necha marta tashqariga chiqasiz? Ko'p chiqmayman. O'zi hozirgi kunlarda 1-2 marta, u shu paytlari bir 3-4 marta chiqardim-da. Hozir 1-2 martaga tushdingizmi? Hozir 1-2 marta, u kuni bir 4 martaga tushib qoldim. Shundan keyin shu yerga kelishga qaror qildim. Xo'p, nima to'g'ri, 2 marta yozilayotgan, qarangda, 2 marta yozilayotgan odam sog' odam ham shunday yoziladi. Lekin kasal odamda chap tomonda og'riq kuchli bo'lib yuraveradi, mana yer. Chap tomonda og'riq bor, keyin kindiklarim atrofida bo'lib turadi, shu tarafimda bor. Lekin shu keyin doktorga yana bordim. Yana shunday, yana bitta bir xil dorini yana qayta yozib beraveradi. Shunday bo'ladi. Xo'p, mayli. Yozib berdi. Axlatingizdan nima ko'rinyapti? Shilta, rang. Ha, shunday bo'lyapti. Hozirgi kunda ko'p emas, shu 1-2 kun oldin shunday bo'lib qoldi. Rosa tushkunlikka tushib. O'zi kallam bunday bo'lib qolganda, shunchalik bezor bo'lib ketganman shu kasaldan. Keyin odamlar 5 yil, odamlar 20 yil, 10 yil shunaqa bo'lib yurganlar ko'pda. Siz 1 yil bo'lsiz, darrov tushkunlikka tushib oldingiz. Shunchalik nima qilganman, shu tarafimda shu qurillab boshlaydi-da, u tamom, keyin shu qolamanda shu nima bo'lib yig'layveraman. Bolalarga ham aytib ma'qul, oxiri men aytdim, shunday joy bor ekan Jizzaxda dedim, qaysam ham shuni topib boraman men dedim. Shunga ko'ra men doktordan dedim, nima bo'lib ketdim. Bezor bo'ldim dedi. Bezor bo'ldim, ham ukol, keyin vez tashlab ketdim. Sal to'laroq edim. Tashlab ketdim hozir. Endi to'g'ri. Kalitda odam vez tashlaydi. Kalitning birinchi dushmani nima? Odamda. Bilmasam nimaligini. Miya. Shunday bo'lsa kerak. Tushkunlik.
rosa tushkunlikka tushib qolayotganda tushgan odam tuzalmaydi. Agarda mana masalan siz o'zingiz tuzatolmaysiz, shuning uchun kelib o'tiribsiz. Meni tuzatganimni ko'rganingiz uchun, meni odamlarni yaxshi qilib davolab berganimni ko'rganingiz uchun kelib o'tiribsiz. Agarda etagimdan mahkam ushlab tursangiz, meni tuzatib bermagach hech yoqqa ketmayman deb tursangiz, o'shanda men davolab bera olaman. O'shanda esingizdan chiqib ketadi bu kasallik. Oyda yura boshlaysiz. Sizdan nima ketadi? Sizdan bir hovuchgina duo. Tushundingizmi? Chunki har bitta tuzalgan odamning gap og'zi tilidan bir shirin gap chiqib, rahmat doktor, baraka toping doktor desa, sizga o'xshagan uyda o'tirib nima qilarini bilmaydigan bemorlar uchun bu katta bu savob dastur bo'ladi. Shunday. Tushundingizmi? Tushkunlikka tushib qolganman shunchalik. 10 kun davolayman. Tuzalaman bukan deb. Ertadan boshlaymiz. Hozir kechqurun keldingiz. Bugun mehmonimsiz. 10 kun davolayman. 10 kunda qanaqangi natija bo'lishidan qat'iy nazar uyingizga ketasiz. Natija to'liq bo'lsa, yana nasib qilsa, mana shunday o'tiramiz. Siz Xudodan bitta narsani so'rang faqat. Shu odamga 10 kun bo'lganda shu odamning oldida o'tirib suhbatlashaylik. Nasib. Mana shunaqa kameraga gapirib. Chunki to'liq yaxshi bo'lgan odamlarda yoki yaqinlashib qolgan odamlarni kameraga olaman. Bo'lmasa indamay ketaverasizda, boshqa safar yana 1 oy o'tgandan keyin qaytib kelasiz. O'shanaqa xarajat qilib qaytasizda, o'shani yana 10 kun yotib ketasiz. To yaxshi bo'lganingizgacha. Sizni uyingizdan chaqirib olmayman. Siz o'zingiz niyat qilib kelsangiz, keldingiz. Oxirigacha yetkazaman deb keldingiz. Bo'lmasa, masalan, bir martadan keyin bo'laveradi desangiz, shu bilan yuraverasiz. Lekin kalit tuzalmasa, yana boshqatdan asta-sekin ko'payib boraveradi. Kalit to'liq tuzalgandan keyingina sizni bezovta qilish to'xtaydi-da, normal hayotga qaytasiz. Shuning uchun faqat kimga bog'liq bu narsa? Sizga bog'liq bu narsa. Siz intilsangiz, men qilib beraman. Intilsangiz, intilmasangiz men borib turib telefon qilib, kelmaysanmi deb bezor qilmayman. Bir marta ham chaqirmayman. O'zim shu nima bo'lgani uchun mayli nima bo'lsa, bu kasallikni davolab bo'ladi. Davolab. Bu kasallikni davolash uchun qarsak qo'ldan chiqish kerak. Siz ham nima qilishingiz kerak, men ham tarmashishim kerak. Ikkovlashib bu kasallikni yenga bilamiz. Ham jihat bo'lsak, bir fikr bo'lsak, ham fikr bo'lsak. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Sizniki. Shodigul, Surxondaryo viloyati 77-yili Choriyeva Shodigul. Xo'sh, Jarqo'rg'on tumani Dehqonobod mahalla. Siz ham kalit bilan kelgansiz. Hojatga bir sutkada 2 mahal chiqaman. Nima o'zgardi? Yaxshi, shu bir marta chiqayapman. Chiqalayapsan? Nimalar? Qarangda, axlatda ko'rdim, men ham ko'rdim. Mana sizga ham sizdan ham savol beryapman. Axlatda shilta bilan nima? Ajralma bor deb qo'ysin. Ajralma. Nimalar o'zgardi? Yo'q, ular endi yo'q. Shilta ham yo'q, ajralma. Qoriningizda dam bo'ladi deb yozsiz. Ha, ular ham yo'q, deyarli yo'q. Chap tarafda kindik sohasida. Og'riqlar, ular ham to'xtadi, sal-pal bor. Unchalik emas lekin. Eng muhimi. Levostoronniy kataralniy kalit deb yozilgan mana. Qog'oz. Surxondaryo yaqin yo'l emas. Ha, shunaqa. Mana yo'l bosib keldingiz, topib keldingiz. Hapsda emasmisiz? Yo'q, Shu yerda davolanganingizda? Yo'q, hapsda emas. Kutganimdan ham ola bo'ldi. Tushkunlikka tushib qoldim degan narsadan chiqib ketdingiz-a? Chiqdim. Tuzalish mumkin ekan degan fikr bor endi. Bor. Bo'ldi. Eng muhimi shu. Tuzalaman ekan. Albatta tuzalasiz. Tushkunlikka Xudo xolasa. Mehnatni rozimisiz? Roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Roziman. Salomat bo'ling. Siz ham rozi bo'ling. Men ham roziman qilgan mehnatimga. Endi qarang, qilinayotgan ish. Uyga borgandan keyin men bergan damlamadan klizma qilib turasiz. O'sha damlamadan ichib turish mumkin. Kecha gaplashganimizda tushuntirib berdim. Ichish mumkin. O'sha damlamadan biz dori tayyorlaymiz. Faqat qo'shimchalari bo'lgani uchun dori rangi boshqacharoq bo'ladi. O'shani ichib turishingiz mumkin. Agarda qorin sohasida og'riq sezsangiz, agar og'riq sezmasangiz, chiltalar bo'lmaydigan bo'lsa, yuvib tursangiz bo'ldi. Ichak o'zini ishini o'zi qilaveradi. Faqat siz axlatni ichingizga to'plab olmang. Muhimi shu. 2-3 kunda sal to'plana boshladimi? Xo'lang bir kuniga qiling, xo'lang 2 kunda qiling, xo'lang 3 kunda qiling. Bundan o'tib ketmasin. Turaverasiz. Boyagi
eng uzog'i eng kami 2 litr suv jo'natish kerak. Uni qaynatish kerakmi? Ha, maydalaysiz. Bergan dorilar, anaqa giyohlarimni hammasini konteynerga solib qo'yasizda, keyin 2 qoshiq to'ldirib olib turib 1 litr idishga qaynatasiz. Rangi chiqqandan keyin, qorayib rangi chiqqandan keyin sizdirib olib turib, boyagi paqirchaga solasiz va qaynab turgan suvga sovuq suv solib turib, chovishtirib olasiz. Temperaturasini 38-37 gradusga to'g'rilaysiz, badaningiz temperaturasiga. Undan keyin qila boshlaysiz. Naychalaringizni olib ketinglar. Bu yerda qolib ketmasin. Chunki o'sha naycha yuvadi yaxshi. Tushunarli? O'sha bu oddiy naycha bilan ishingiz bitmaydi hech qachon. Именно mana shunaqa naycha bilan qilinadi. Shunda mana bundaqa har tomonga sachratib, ichakni yaxshi yuvib beradi va qattiq sachratgan hisobiga agar iring bo'layotgan bo'lsa, iringni yuvib tashlaydi. Shu tomoni foydasi bor. Bu bo'lmasa rozi bo'lsangiz, sizga oq yo'l yaxshi yetib boring, boshqa kasal bo'lmang. Xudo xolasa, mana aziz do'stlarim, bugungi o'zida mana ikkita bemorimda mana o'zlari roziligini olib jo'natyapman. To'g'rimi? O'z og'izlaringizdan aytyapsizlar? To'g'ri. Sog' bo'ling. Yaxshi natijamiz yaxshi. Sog' bo'ling.